Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Sizlar bilan Yakubov. Bu galgi videomiz iPad Pro planshetlari to'g'risida bo'ladi. Afsuski iPad Pro'ni 2020-yilgi versiyasi to'g'risida emas, chunki hozirgi paytda hammamiz bilamiz, karantin bo'lganligi tufayli ko'p davlatlarda umuman texnikani qanaqa bo'lsa ham mahsulotlarni yetib borishi birozgina qiyinlashgan. Shu sababli ham Pro planshetlarning oldingi avlodi to'g'risida gaplashishga harakat qilamiz. Ya'ni bu iPad Pro planshetlari 2018-yil chiqarilgan. Ko'pchilikda savol tug'ilishi mumkin. Nima emas, eski telefonlarni yoki eski gadjetlarni ko'proq ko'rsatadi bizga, ko'proq tanishtiradi degan savolni berishyapti menga. Buni asosiy sababi ushbu modellarning yangi avlodi yaqinda chiqarilgan va o'zi umuman menga ham ish faoliyatim davomida ko'pchilik savol beradi. O'zi nima o'zgarish bo'ldi bu planshetlarda yoki nimalar qo'shilgani, men nimaga shuncha falon pulni nimaga doplata qilib to'la olmayman degan savolni ko'p berishadi. Shularni inobatga olgan holda harakat qildim va imенно xolos tez kunda bozorlarimizga kirib keladigan iPad Pro 2020-yilgi versiyasini taqdim etish jarayonida bundan oldingi versiya bilan nima farqi bo'lgan, nima o'zgarishlar bo'lgan va nima qo'shimchalar bo'lganini sizlarga tushuntirib o'tish uchun avvalambor sizga eski versiyasini ko'rishga qaror qildim. Demak, birin-ketin planshet bilan tanishishni boshlaymiz. Qo'limizda iPad Pro 2018-yilgi versiyasini 11 jumli versiyasi. Undan tashqari planshetimizni, ya'ni iPad Pro planshetlarimizni 11 jumlikdan tashqari 12.9 jumli katta versiyasi ham mavjud. Bular asosan bir-biridan nimasi bilan farq qiladi? Birinchi navbatda o'sha aytib o'tganimizdek razmeri bilan farq qiladi va ikkinchi navbatda 12.9 jumli planshetimiz versiyalarida 6 GB operativkadan foydalanilgan. 11 jumli versiyasida esa 4 GB operativka ishlatilgan. Qisqacha qilib sizga eski versiya bilan yangi versiyani farqini tushuntirib o'tadigan bo'lsam, 2020-yilgi versiyasida asosan bizning qo'limizdagi turgan Space Gray rangini biroz o'zgarishi, bu o'z navbatida silver rangida ham o'zgarish bo'lgan, ya'ni silver va Space Gray rangi ularda ham mavjud, lekin birozgina rang tusini boshqacha ko'rinishini ko'rishimiz mumkin. Undan tashqari modulli kamerani, ya'ni hozirda trendga aylanayotgan modulli kamerani ushbu planshetda 2020-yilgi versiyasida qo'llanilganligi, ya'ni bunda shirikugilni, ya'ni kamerani ishlatilgani, ya'ni keng qamrab olish xususiyatiga ega bo'lgan kamerani ishlatilganligi 2020-yilgi versiyani asosiy kameradagi xususiyat hisoblanadi. Undan tashqari kamerada, ya'ni 2020-yilgi versiyadagi kamerada qo'shimcha ravishda lidar datchik, ya'ni bu AR sistemasini hammamiz bilamiz. Apple'dagi ushbu sistema, ya'ni virtual reallikni yanada realniroq chiqarib berish uchun qo'shimcha ravishda o'rnatilgan datchiklar bilan jihozlangan. Bundan tashqari 12.9 va 11 jumli versiyada bir xil ravishda yangi versiyamizda 6 GB operativka ishlatilgan. Eski versiyada afsuski biz bilamiz 11 jumli, ya'ni kichkina versiyasida 4 GB operativka bor edi. Undan tashqari eng kichkina versiyasi 2020-yilgi versiyada 128 talikni tashkil qiladi. Eski versiyada bu narsa 64 talikni tashkil qilardi. iPad Pro planshetlarimizning ko'rinishi orqa qismidan alyumindan ishlangan, ya'ni bu ikki xil rangda Space Gray, ya'ni seri rangda alyumin va silver deyarli oqqa yaqin rangdagi alyumindan ishlangan materialdan qilingan orqa qismi. iPad Pro planshetimizda juda ham ko'p magnitlarni ko'rishimiz mumkin. Ikki qismi ko'rinishda juda ham ko'p magnitlar joylashtirilgan. Bu qo'shimcha ravishda o'sha qo'shimcha caselarni, ya'ni himoya vositalarini yopishtirish uchun kerak yoki o'sha Apple Magic Keyboardlarni uстановка, ya'ni orqasiga yopishtirish uchun juda ham qulay qilib yaratilgan. Bunga yana qo'shimcha ravishdagi yon qismida ham juda ko'p magnitlar bor. Bunga alohida to'xtalib o'tamiz. Bu magnitlar nima uchun kerak? Ya'ni shu Apple Pencil'larni joylashtirish uchun va yangicha usulda zaryadlash uchun ham qo'shimcha ravishda o'rnatilgan magnitlar bilan jihozlangan. Va yuqori qismida ko'rishimiz mumkin stereo dinamiklarni, ya'ni Apple bu borada juda ham mohirona bilan ishlagan va to'rtta tomoniga stereo dinamiklar o'rnatib chiqqan. Tagida ko'rishimiz mumkin juda noodatiy tarzda yondashgan Apple zaryadlash vositalariga, ya'ni o'zining lighting sistemasidan voz kechgan holda Type-C tirqishini joylashtirgan. Ya'ni endi sizda bemalol Type-C simlari orqali planshetingizni zaryadlashingiz mumkin. Bu albatta komplektdan o'zini chiqadigan USB 2 tomoni C formadagi USB bilan jihozlangan va juda ham yuqori tok sig'imiga ega bo'lgan golovkasi ham bor. Undan tashqari siz qanaqadir qo'shimcha ravishda bir boshqa joyga borib qolsangiz, zaryadkangiz esingizdan chiqib qolgan bo'lsa ham
Android'dagi Type-C zaryadlash orqali u Mi'da bo'ladimi, Samsung'dami yo boshqa smartfonlardagi quvvatlash vositasi orqali planshetingizni zaryadlashingiz mumkin. Va qo'shimcha ravishda ushbu Type-C port orqali endi sizda iPad'ingizga qo'shimcha переходникlar yordamida fleshkani ulashingiz mumkin yoki o'zini simi orqali kamera, proyektor yoki dronlar yoki umuman kompyuterga shunda ulagan holda ulardagi ma'lumotni sразу telefoningizga, ya'ni planshetingizga yoki planshetdagi daniyani u yoqqa o'tkazish imkonini beruvchi ajoyib imkoniyatni yaratib bergan Apple kompaniyasi. Orqa qismida esa kamera joylashtirilgan. Endi hozirgi kamerani 2020-yil versiyali kamerani ko'rib, bu kamera kichkina tuyulishi mumkin, lekin 2018-yil chiqqan paytida bu kamera juda ham katta ko'rinardi va shu bilinib turardiki, kameraga berilgan urg'u juda ham kattaligini. Orqa kamerasi 12 megapikselli kamera bilan jihozlangan. Planshetimiz oldi qismiga to'xtaladigan bo'lsak, ekrani Apple tili bilan aytganda Liquid Retina displey bilan jihozlangan. Juda ham yuqori sifatli videolarni yoki rasmni yoki umuman tasvirni juda ham sifatli qilib sizga yetkazib berish uchun xizmat qiladigan displey hisoblanadi. Va eski versiyalardan farqli ravishda planshetimiz oldi qismida ko'rishingiz mumkin. Hech qanaqa knopkasi yo'q. Ya'ni bu planshetdan tushunib olishimiz mumkinki, Touch ID himoya tizimi yo'q, lekin bunda shu aytib o'tganimizdek Face ID'si planshetimizda va shu orqali blokirovkani qo'yishimiz yoki shu Face ID orqali amalga oshiriladigan har qanday funksiyalarni amalga oshirishimiz mumkin. Lekin Apple juda ham yaxshi dizayn qo'llab o'tgan ushbu planshetlarda, ya'ni Face ID qo'ygani bilan birgalikda, ya'ni iPhone X, XS, XR yoki 11 Pro smartfonlariga o'xshab hech qanaqa qosh qo'ymagan. Tepa qismi juda ham tekis qilib ishlangan va shu qor ramkani o'ziga joylashtirilgan, ortiqcha qosh qilib tushirilmagan. Bu dizayndagi bir juda ham chiroyli ko'rinishni keltirib chiqargan. Planshetimiz unchalik og'ir emas. iPad Pro planshetlari xususiyatlarini aytib o'tdik. Endi bu planshetlarni sizlar bemalol kompyuterda ishlatishingiz uchun Apple buni ham o'ylab qo'ygan va unga qo'shimcha aksessuarlarni sotuvga chiqargan. Bu 18-yilgi versiyasida ham mavjud edi, 2020-yilgi versiyasida ham mavjud. Bu ya'ni biz aytib o'tganimizdek Apple Pencil ikkinchi avlodi va uni ishlatish va uni dizaynini juda ham zo'r qilib qo'yishgan Apple kompaniyasi. Ya'ni bunda ko'rib turishingiz mumkinki, ustki qismi Apple'ning birinchi avlodi, ya'ni Apple Pencil birdan farqli o'laroq glyansli emas, matli qilib ishlangan va unda hech qanaqa ortiqcha tirqishlar yoki umuman USB degan narsani o'zi yo'q. Birinchi versiyada ko'rishingiz mumkin edi. Tepa qismida qopqon olingan holda iPadni pastki qismiga qo'yib turib zaryadlash mumkin edi. Bunda unaqa tirqish yo'q, lekin ko'pchilik savol tug'ilishi mumkin, buni qanaqa zaryadlash mumkin. Apple buni juda ham mohironalik bilan o'ylab topgan va o'sha yon qismida aytib o'tganimizdek magnitni qo'yish orqali unga qo'shimcha datchiklar qo'ygan va uchgani shundoq planshetga olib kelganingiz o'zida yopishadi va shu yerda turadi muqim. Imенно shu yerda turish joyi shu hisoblanadi va shu yerga qo'yganingiz o'zida zaryadga olishni boshlaydi. Biz bemalol o'shani ko'rishimiz mumkin va bu orqali siz shu professional ravishdagi asosan rassomlarga yoki arxitektura bilan shug'ullangan odamlar uchun kerak bo'ladigan zametkada yoki boshqa programmalarda yoki umuman Lightroom yoki Adobe qanaqadir o'sha rasmga bog'liq bo'lgan programmalar bilan ishlashda juda ham qulay narsa hisoblanadi va juda ham qo'l keladi ushbu Apple Pencil. Apple yana bitta mahsulot chiqargan bu bilan ishlatish uchun. Bu Pencil aytib o'tdik va ikkinchisi Apple'ning Magic Keyboardlari. Ushbu keyboardlar ham himoya vositasi hisoblanadi, ham klaviatura. Shunchaki klaviatura emas bu yoki qanaqadir simlar orqali ulanmaydi. Apple'ning orqa qismida biz ko'rishimiz mumkin datchiklari bor. Bu datchiklarga yopishgan holda ajoyib komplekt hosil qilish mumkin. Ya'ni shu oldi qismida ham orqa qismida ham himoya tizimi, ya'ni himoya vositasi sifatida himoyalaydi iPadda va qo'shimcha ravishda u bilan laptopdagi ishlash imkoniyatini beradi. iPad'imizni ishlatib biroz sizga ko'rsatib o'tamiz uni ekran xususiyatlarini. Umuman o'sha maqtab o'tganimizdek 4 tomondan qo'yilgan stereo dinamiklarning ovozi qanchalik yaxshiligini va unda o'yinlarni va programmalarni qanchalik qulaylik bilan va sifatli tarzda o'ynash yoki ishlatish imkoniyati borligini siz bilan ko'rib o'tamiz. O'sha aytib o'tganimizdek iPad'imizda Face ID tizimi mavjud. U juda ham qulay. Mana ko'rib turganingizdek Face ko'rsatamiz va ochildi. Bemalol ishlatishingiz mumkin. iPad'da undan tashqari aytib o'tishimiz kerak, oxirgi yillarda, ya'ni umuman iOS 13 chiqarilgandan so'ng esa iPad'imizda iPadOS, ya'ni o'sha chiqayotgan iOS sistemasini alohida iPad'lar uchun versiyasi ham joriy etildi va chiqdi.
Bunda misol uchun oldingi iPadlarimiz bunaqa ko'rinishga ega bo'lgan bo'lsa, hozirda siz uni maydaroq va umuman bemalol ko'p programmani sig'dirish imkoniyatini beradigan ekranni ko'rishingiz mumkin. Undan tashqari yon qismida ham biza alohida widjetlarni, ya'ni o'sha ko'proq kirib o'tadigan programmalarimiz yoki umuman qaysi ustroystvolarimiz, qaysi bizadagi Apple Pencilmi, AirPodsmi yoki umuman qanaqa keyboardmi, nima bo'lsa ham mana shu ulaganimizda quvvatini ko'rsatib turish imkonini beruvchi, o'z umuman xohlagan programmalarimizni yoniga qo'shib ishlatishimiz mumkin buni widjet sifatida. Undan tashqari biron bir programmani ishlash jarayonida, misol uchun bizda video ko'rmoqchimiz YouTube'dan. Ko'rib turibsizlar, juda ham sifatli va ovozi ham juda ham zo'r kачествоda chiqadi. Bitta programma ishlatishimiz jarayonida bizga yana qo'shimcha qanaqadir programmalarni ishlatish imkonini beradi bu iPad. Bu iOS, ya'ni iPadOS ning yana bitta afzalliklaridan biri hisoblanadi. Misol uchun bizda Safari'da qanaqadir hisob-kitoblarimiz bo'lishi mumkin yoki qanaqadir bir yozuv chizuvlarimiz bo'lishi mumkin. Biz nimadir o'qishimiz mumkin shu orqali. Biz ekranni yarmiga joylashtiramiz shu programmani va bemalol ishlatishimiz mumkin. Bu yerda siz yana alohida zametkani qo'shishingiz mumkin yoki ofis programmalaringiz yoki qanaqadir novostilarni qo'yib bemalol YouTube'da qanaqadir video ko'rib yoki qanaqadir film ko'rgan holda siz boshqa ishlaringizni ham bemalol amalga oshirishingiz mumkin. Xohlasangiz siz uni kattaroq yoki kichkinaroq qilasiz. Bu siz o'zingizni talabingizga bog'liq. Albatta razmeri kattaligini hisobga olib biz aytib o'tgan, maqtab o'tgan yarimchali laptopga tayyor mahsulotimiz deb maqtab o'tishimizga sababchi bo'lgan mahsulotlarni ham sizlarga hozir ishlatib va tanishtirib o'tishga harakat qilaman. Bu albatta o'sha aytib o'tganimizdek Apple Pencil. Apple Pencilni o'sha yuqorida ko'rsatib o'tganimizdek tepa qismiga shuni qo'yishimiz orqali ulanadi va uni protsentini, zaryadkasini ko'rsatadi. Bu hech qanaqa tushib ketmaydi hech qayerga. Juda ham yaxshi ushlaydi magnit. Olib yana bemalol ishlataverasiz. Va Apple Pencil bilan qo'shimcha ravishda Apple Keyboardda zamsh materialdan ishlangan va alohida uchta o'rnaqa datchiklar qo'yilgan. iPadning orqasidagi datchiklar bilan bu birlashgan holda bitta komplekt hosil qiladi va shu orqali kontaktga kirishadi. Orqa qismi esa rezina sifat materialdan ishlangan va qirilishlardan yoki qanaqadir silliq joyga qo'yganingizda ham iPadni bemalol ushlab turish imkonini beradi. iPadimizni shundoq qo'yamiz va joylashtiramiz. Va bemalol biz ishlatishimiz mumkin iPadda. Unda sensordan foydalanmagan holda har qanday qulayliklarni amalga oshirish imkoniyati mavjud va xuddi o'sha Apple'ning boshqa keyboardlariga o'xshab garajik klavishlar ham ishlata olasiz siz bemalol. Pencil bizga nima kerak degan savolni hozir ko'rib o'tamiz. Notsiz tanlaymiz. Ruchkani tanlagan paytimizda, bizda ruchka chizayotgan paytimizda qo'limiz hech qanaqa chustitsi qilmaydi bu. Apple buni ham yaxshigina o'ylab qo'ygan, chunki mana siz ekranga chizyapsiz mana. Ruchkasiz tegizgan paytimizda sensor ishlayapti. Ruchkani tegizgan paytimizda ekran umuman chustitsi qilmaydi, mana qo'lim tegib turibdi. Umuman hech nimani his qilmaydi. Bu udobniy bo'ladi, ya'ni siz daftarga yoki varaqqa chizgandek bo'lasiz. Sensorga hech qanaqa ta'sir ko'rsatmaydi bu narsa. Sizga bunaqa ko'rsata qoling. Misol uchun ortiqcha yozuvlar yoki ortiqcha chizuvlarni chizib qo'ydingiz. Sizga imkoniyati bor instrumentlarni bosib tanlash, o'chirg'ich yoki boshqa turdagi qalam yoki liniyalarni tanlash yoki bo'lmasa tezkor ishlash uchun shundoq pencil o'ziga 2 marta ursangiz bizda o'chirg'ich paydo bo'ladi. Bosib o'chiramiz. Bosib bemalol o'chirib tashlasa bo'ladi. 2 marta bossak, endi bizning ruchkamizga qalamimiz paydo bo'ladi. Juda ham tez va sifatli ishlash imkoniyatini beradi. Bundan tashqari biz bosib tanlashimiz mumkin. Ranglarni yoki o'chirg'ichcha yoki boshqa turdagi qalamni tanlashimiz mumkin. Yoki liniyaga tanlashimiz mumkin. Liniya orqali tanlab turib har qanday tekst chizuvlarni chizish imkonini beradi. Bu ko'pchiligi bir yaxshigina imkoniyat yaratib bera oladi deb hisoblayman. Bu
lineyka qalamlar orqali umuman yozuv chizuvni yangicha ko'rinish, yangicha avloddagi turini bemalol o'zingiz ishlatishingiz mumkin bu iPad Pro planshetlari orqali. Undan tashqari har xil programmalar bor. Bu ayniqsa bolalar uchun. Hozir bizda qog'oz versiyasi raskraska deyiladimi? Bemalol qanaqadir predmetni tanlab yoki umuman shu Paintga o'xshab bolalarning o'sha intellektini oshirish uchun yozuv chizuv yoki umuman shunga o'xshagan amallarni bemalol iPadda amalga oshirsa bo'ladi. Keyboardimizga to'xtaladigan bo'lsak, keyboardimiz orqali biz o'sha aytib o'tganimizdek noteslarda yozuv chizuvni qila olamiz. Misol uchun yangi format ochib yozishimiz mumkin. Tilni o'zgartirish ham juda ham oson. Alohida Apple kabi qo'shimcha klaviaturalar orqali emas, alohida shu iPhone yoki shu iPad eski klaviaturalari orqali tilni o'zgartirish knopkasi alohida qilib keyboardimizga joylashtirilgan. Siz bemalol o'zgartirishingiz mumkin. Siz yana alohida jadvallar tuzib yoki umuman ko'p funksiyani ushbu klaviaturalar orqali bajarish imkoniyatini beradi ushbu narsalar. Siz bemalol ishlatishingiz mumkin. Yozuvni redaksировать qilish, klaviaturalar orqali ishlatsangiz va bemalol bajarsangiz bo'ladi. Endi ko'pchilik qiziqadigan narsa bu iPadimiz orqali biz o'yin o'ynay olamizmi? Uni kачествоsi qanaqa bo'ladi degan savolga juda ham bir maza qilib o'yin o'ynasangiz bo'ladi. Endi men ko'proq obzorlarim orqali harakat qilaman, o'yinni targ'ib qilishga emas. Endi baribir zerikib payt odam o'ynagingiz keladi, lekin o'yinni ko'p vaqt olib tashlagan uchun juda ko'p targ'ib qilgim kelmaydi, lekin sizga sifatini umuman ovoz jihatdan ham, kачество jihatdan ham qanchalik chiqarib berishini ko'rsatib beraman. Keyboardimizni olib turamiz. Shu zaylda ishlatishingiz mumkin bemalol. O'yinlarni o'ynashingiz mumkin. Bundan tashqari ko'pgina iPhone ga ham tushadigan programmalar bor va qo'shimcha iPad ga ham tushadigan programmalar bor. O'sha iPadda u programmalar juda ham bir katta ekranda boshqacha ko'rinadi va siz o'sha programmalar orqali ko'p manfaatli bir narsalarni o'zingiz uchun o'rganishingiz mumkin. Siz bu iPad orqali bemalol yana ko'p qiziqishlarga sabab bo'ladigan hobbilaringiz bilan shug'ullanishingiz mumkin. Misol uchun kitob o'qish, har xil tusga kiritishingiz mumkin. Oq yoki qora tasvir kiritib bemalol shu o'qishni davom ettirishingiz mumkin. Ko'pchilik chunki kitob o'qishdan ko'ra iPadda o'qish yoki umuman telefonda o'qish qulay va udobniy hisoblanadi. Alohida programmalar orqali emas yoki kitobni ko'chirib olgan holda iPadni o'zini iBooks programmasi orqali ham yoki shu kniga programmasi orqali bemalol ishlatishingiz mumkin. Planshetimiz orqali shu sotsial sessiyaga kirganimizda ham yoki umuman har qanday saytda ishlatganimizda bizga juda ham qulaylik beradi. Kattalarga, katta hajmli bemalol o'qish imkoniyatini beradi bu ekran. Hammamizga qiziq bo'lgan PUBG o'yinini o'ynash ham bu shu planshetda juda ham oson va telefonga qaraganda ancha maza qilib o'ynaysizlar bu o'yinni. iPad orqali siz undan tashqari Apple o'zini ya'ni zavodskiy programmalari ham bor. Bu GarageBand, Keynote, iTunes yoki iMovie degan zavodskiy programmalari bor. Bu o'sha har xil ofis bilan bog'liq bo'lgan, muzika bilan, yozuv chizuv bilan, hisob-kitob bilan bog'liq bo'lgan har qanday bir odamga kerak bo'ladigan programmalarni Apple qulaylik bo'lishi uchun o'z pользовательlariga silka qilib berib qo'ygan tekinga. Siz o'sha programmalarni ko'chirib olib bemalol ishlatish imkoniyatini beradi. Ulardan bittasi mana GarageBanddan bu iPadda ishlatish juda ham oson va juda ham bir
maza qilib ishlatish imkoniyatini beradi. GarageBand bu har ko'pgina instrumentdan o'zi jamlangan bir programma hisoblanib, siz ushbu programma orqali virtualniy, ya'ni o'z iPadingiz orqali ushbu cholg'u asboblarni chalib, unda musiqa yaratib, uni har xil aranjirovka qilib, qo'shimcha effektlar qo'shish orqali siz bemalol musiqa chalishingiz mumkin. Mana ko'rib turganingizdek baraban. Bu tip programmalarni juda ham ko'pini ko'rishingiz mumkin. Kerakli programmalarni ishlatsangiz, bunaqa iPadlar yoki umuman Apple boshqa texnikalar, umuman texnikalarning o'zi sizlar uchun juda ham foydali, manfaatli bo'ladi. Demak, siz iPad Pro 2018-yilgi planshetimizni may oyi hisob-kitoblariga ko'ra, ya'ni 2020-yil may oyi hisob-kitoblariga ko'ra yurtimiz bozorlaridan 64 gigabaytli Wi-Fi versiyasini $850 ga, sim kartaligini esa $1000 ga xarid qilishingiz mumkin. Bundan farqli o'laroq 12.9 versiyadagi iPadimiz, ya'ni iPad Pro'imizni Wi-Fi ligini $950 ga, sim kartaligini esa $1030 ga xarid qilishingiz mumkin. Demak, bizning bugungi iPad Pro planshetiga bag'ishlangan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. O'ylaymanki, bu ma'lumotlar sizlar uchun qiziq bo'ldi va qo'shimcha ravishda Apple Pencil va Apple Magic Keyboard to'g'risidagi ma'lumotlar ham sizlarga qiziqarli bo'ldi deb o'ylayman. Va menda shu videoni olish jarayonida va umuman videoni nihoyalash jarayonida bitta fikr uyg'onib qoldi. Ya'ni biz yuqorida aytib o'tganimizdek, ushbu kameralarda, ya'ni iPad Pro kameralarida yoki umuman oxirgi paytda chiqarilib kelayotgan flagman turkumidagi Apple'ning boshqa mahsulotlaridagi kameradagi ER sistemasi to'g'risida ma'lumot bera olsam, ushbu planshetning xususiyatlari ham sizlarga bir yetarlicha qiziqarli bo'ladi yoki umuman Apple sotib olish jarayonida ushbu ma'lumotlar sizlar uchun bir muhim ma'lumot bo'ladi deb o'yladim va keyingi videomda ER sistemasi, ya'ni augmented reality, ya'ni virtualniy reallikka bag'ishlangan video qilishga qaror qildim. Sizlar aynan shu videoni ko'rib, keyingi videoga o'tib, yana shu videolarni bir jamlamasini ko'rsanglar, sizlar Apple oxirgi yillarda chiqarayotgan umuman texnologiyasi, yengillari to'g'risida ham to'liq ma'lumotga ega bo'la olasizlar deb o'ylayman. Va bundan keyin ham sizlarga texnikaga oid bo'lgan qiziqarli ma'lumotlarni yetkazishga harakat qilaman. E'tiborli uchun kattakon rahmat. Sizlar bilan Yakubov bo'ldim.